sen yaxshi ko'rganing. Ulug'bek aka, Hop, agar menga nimadir bo'lsa, men siz yashay olasizmi? menga qara. Sendan oldin ham yashaganman, sendan keyin ham yashay olaman. Bitta savol xayolimga kelib qoldi-da. Siz meni yaxshi ko'rasizmi? Qorni ochdimi? Yo'q, shunchaki shuni o'ylab qoldim. Sen g'alati savollar beryapsan. Bilasan-ku, yaxshi ko'rmasligimni. Ulug'bek aka, siz ham doim men bilan birga bo'lish xohlaysiz? Kamroq Instagramga kirgin. G'alati savollar beryapsan, sezyapsanmi? Yo'q, xohlamayman. Tavba. Ma qizim. Hadicha qizim. Qalaysan? Qarasanga nima olib keldin? Yoqdimi? O'shanga. Menga bergan savolingizdan 3 ta savol berdim. Birinchisi, meni yaxshi ko'rasizmi? Bilasan, ba'zi bir insonlar bor, yaxshi ko'rishini hammaga oshkor qiladi, maqtanadi. Ba'zi bir erkaklar bor, amali bilan ko'rsatadi. Men seni yaxshi ko'raman. Ikkinchi savoling, mensiz yashay olasizmi? Da, sensiz yashay olmayman. Lekin sensiz yashashni tasavvur qila olmayman. Uchinchi savol, men bilan bir umr birga bo'lishni xohlaysizmi? O'ylab ko'rchi. Qaysi erkak xohlamaydi o'zini jufti bilan bir umr yashashni? Sen menga shuncha farzand tug'ib bergansan. Men sen bilan bir umr yashashni xohlayman. Qaytib keyin bunaqa savollar berib meni qiynamang. Tushundingmi?